Xudo sizlarning uylarga baraka beradi, boylik keltiradi debdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kambag'al odamlarni ko'rib aytgan ekanlar: "Ey odamlar, ey sahobalar, payshanba kuni kechqurun asr namozini o'qib, tirnog'inglarni olinglar" deb. Xudo sizlarning uylarga baraka beradi, boylik keltiradi deb. Ichida kasallar o'tirgan ekan, kasallarga qarab, "Sizlar juma kuni tirnoq olinglar, Alloh sizlardan kasalliginglarni chiqarib yuboradi-da, o'rniga shifo kirgizib qo'yadi" deb odamlarni yaxshilikka buyursalar, o'tirgan odamlarning ichida bitta peshonasi tirishgan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning gaplarini noto'g'ri talqin qiladigan shaxs chorshanba kuni tirnoq olsa nima bo'pti deb turib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning gaplariga qarshi chiqib, chorshanba olsa nima bo'ladi desa, qarab turib g'azablari kelgandan pes bo'lasan degan, oq bo'lasan degan deb. O'tib o'tmasdan deydilar, chorshanba kuni tirnoqni qasddan olayotganligi uchun deydilar, Alloh unga shu kasallikni yuziga solib qo'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana bu gaplari bilan tirnoq olishlik makruh